Nega uni ajal darasi deb atashgan? Ulkan badbo'y dara degan taklif ham bor edi, biroq eshitganlar kulishdi. U yog'igachi? Yo'q, Marhamat xonim. 50 u yoqqa o'tmaydi. Hay, birinchi qoida. Yo'q, Mamuntdan eshitamiz. Xotirang yaxshimi? Doim bakka quloq solamiz. Xo'sh, oldinga qaraymiz. Bo'kshaymaymiz. Aytgancha, zaharli bug'dan nafas olsang tamom. Zaharli bu. Naq jannatni o'zi. To'xta. Banzai! Eli, qandaysan? Sinab ko'rsang bilasan. Qani chiqa qolinglar, qiyin joyi yo'q. Xavotirlanmang. Arzimas texnik nosozlik yuz berdi. Faqat nafas olmang. Ortiq chidolmayman. Nafas oldi. Voy, men nafas oldim. Voy, biz tirikmiz. Avazing g'alati bo'lib qoldi. Menga qo'ying eshitib qo'y. Mayli, qani? 1, 2, 3, 4. Christmas time is here. Bas qiling. Aqldan ozdingizmi? Bu zahar emas. Shirinlashni bas qiling. Bo'ldi, jim. Birinchi qoida qanday edi? Shunchaki kulishyapti. Buni nimasi yomon? Kulgidan o'lib qolishadi. Kulishni bas qiling. Hammadan kulgilisi. Sidni qutqarmoqchi edik. Endi o'zimiz o'lib ketamiz. Sizni yomon ko'raman. Kim yaxshi ko'rar ekan? O'rdak. Maza qildim. Anchadan beri bunaqa kulmovdim. To'dani tashlab ketganing uchun rahmat. Juda aqlli ish qilding. Yetar. Nahot tushunmayapsizlar? Hammamiz olib ketamiz. Ularni qutqarishga majburman. Sometimes I wet my bed. It's all right. Sometimes I wet your bed. Nimani eshitding, nimani yo'q bilmadim-u. Hammasini eshitdim. Rostdanmi? Yeah. You wet my bed? That was gas talk, dude. Tushunarli. Yo'lda davom etish kerak. Hech kim qolib ketmadimi? Omadsiz, baxtsizman. Naqadar yolg'izman.